e'tibor, e'zoz hamda ehtirom ayyomi bo'lgan Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan Kitob ma'rifat mash'ali mavzusidagi tadbirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum muhtaram ustozlar, aziz otinoylar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى bu muborak kalomingni tilovat qildik. Duoga ixlos bilan amin deb qolish bilgan barchalarimizdan savob umid o'tib ketgan ota-avlod, ona-avlodlarimiz, mehribon, munis onalarimizdan o'tganlarimiz bor. Hammalarini rahmat, mag'firat qilsin va bugungi tadbirlarimizni xayrli, muborak aylasin. Muhtarama otinoylarimiz mutavolat qilib, eng muhimi mana shu oilalarga, ayniqsa ajrim yoqasiga kelgan oilalarga kitobda bitta bersak, o'sha to'liq o'qisa, men o'ylaymanki, ajrim yechimini topadi. Inshaalloh. Abduqahhor domlani mana bugun kitob taqdimoti ham bo'lyapti. Men bu kitobni olganman, o'zim o'qib chiqqanman. Haqiqatan ham Oila muqaddas dargoh bizlarga juda ham kerakli kitob. Men o'shani qo'limga olganimda mana shu kitobni bu otinoylarga kerakli kitob ekan deb nima qildim. Haqiqatan oila muqaddas dargoh. Mana o'zimiz ham ko'ryapmiz, oilalar bilan yuribmiz, ajrimlar bilan yuribmiz, yoshlarni ko'ryapmiz. Mana shu kitobdan foydalanib biz bemalol oyat, hadislardan dalil keltirib biz o'sha ish jarayonimizda bemalol foydalansak bo'ladi azizlarim. Navbatdagi so'zni bir qancha kitoblar muallifi bo'lgan Dilorom opa Karimovaga bersak, marhamat. Domlamiz Abduqahhor Yunusov domlaning kitoblari biz uchun bir dasturul amal bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Tashakkurnoma Toshkent shahar jamoamiz nomidan Zulayho Soatova yurtimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan xayrli ishlarning faol ishtirokchisi, xotin-qizlar ma'naviyati, ma'rifati yuksalishlarga qo'shayotgan munosib hissasi hamda ayollar o'rtasida turli bidat xurofotlarni oldini olishda jonbozlik ko'rsatayotgani uchun hamda bahor ayyomi munosabati bilan O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda Toshkent shahar vakilligi tomonidan taqdirlanadi. Muborak bo'lsin. Ruxsatingiz bilan xalqimizda suyukli adibi, yozuvchisi, shoiri bo'lgan Muhammad Yusufni bir she'rlarini men yaxshi ko'raman, shuni sizlarga o'qib bermoqchiman ruxsatingiz bilan. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham guldan ham, qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham, agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Sig'may qolsam shunday keng bu jahona, osmonlarga ruhim bo'lsa ravona, jonsiz tanim ustida ham parvona, onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Qonar bo'lsa qo'limdagi tor dunyo, 3 kun o'tmay unutgay do'st yor dunyo, yer u ko'kni titratib zor dunyo, onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Gulday kulib yurmasmidi
o'g'lim deb, ko'rib ko'nglim to'lmasmidi o'g'lim deb, onang o'lsa bo'lmasmidi o'g'lim deb, onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham, guldan ham, qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham, agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Onasi borlar dunyodagi eng baxtli insonlar. Onasi borlar hayotida ularga himoyachilik keragi yo'q. Chunki beminnat duo yolg'iz onalardan bo'ladi. E'tiboringlar uchun katta rahmat.